ko'p yaxshiliklarni berdi. Demokratik tuzum bu nizom bu. Din emas bu. Din bo'lganda edi halol harom qilishlik huquqi bo'lardi. Yuqoridan Ali degani aytyaptiki, mana sizlar Tavba surasidagi oyatga ko'ra rohiblar buni halol desa harom halol deysizlar, Alloh harom qilganni halol deb olasizlar. Deb misol keltirib, mana demokratiya ham halol deyapti-ku, harom deyapti-ku deyapti. O'sha yuqoridagi so'z o'yini bu. Butun do'stimiz savol bersa, qani qayerda demokratiya halol degan desa, mumkin degan-ku deyapti. Mumkin bilan halolning o'rtasida din bilan tizim o'rtasidagi farq qadar farq bor. Svetoforda yashilda o'tish mumkin. Mumkin deyiladi, tizim u. Uni halol deyilmaydi.